Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan kottejimizning hostilagi obzorini ko'rsatib bermoqchimiz. Arendaga berilyapti. Yuring. Darvoza qismidan kirishimiz. Ajoyibgina hol. Holimizda joylashgan keng bitta mashina bemalol sig'adi. Mashina elektromobillarga tayyor zaryadkasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Chit, pajaniy xod bor. Bu yoq qismimizda bo'lsa kotyol. Kotyol qismimizda. Hovlida joylashgan sanuzelimiz ham bor. Endi ichkari qismini ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Shunda ichkari qismiga kirganingizda shunday katta kenggina hol, holda hamma narsa joylashgan, bemalol o'tirib, mehmonlar kuchlilik bo'ladi. Bu yoq qismimizda kuxna hisoblanadi. Bu yoq qismimizda bo'lsa mana zal, mehmonlar uchun zal. Zalimizda konditsioner bor. Keng zalimizda. Zalimizdan chiqarishimiz bilan o'ng qo'limizda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham konditsioner qo'yilgan, divan shkaflari bor. Yotoqxonadan chiqarishimiz bilan sanuzelimizda joylashgan. Endi ikkinchi qavatimizlar ham bor. Ikkinchi qavatimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi qavatga chiqarishlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana ajoyib qilib zinalar qo'yib qo'yishgan, zinalarda chiroyli zamonaviy qilishgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan keyin yana bitta holimiz bor. Bu yoqdan yana bitta kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi keng, shinamgina joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham konditsioner. Har bitta xonasida har bitta konditsioner qo'yilgan. Kattalar yotoqxonasida yana bitta sanuzelimiz bor. Yotoqxonaning o'zida joylashgan. Bu yoqdan chiqishimiz bilan yana bitta, to'g'risida yana bitta yotoqxonamiz bor. Shunisiga e'tibor bering, har bitta xonada sanuzel joylashgan, har bitta xonada konditsioner bor. Bu yoqda garderob. Bu yotoqxonadan chiqishimiz bilan chap qo'limizda zinadan shunday chiqqanda to'g'rida bitta zal hisoblangan yana. Bu zalimiz ham keng, kattagina. Bu zalimizdan to'g'risida bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasida ham konditsioner joylashgan. Endi podval qismimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi qavatga tushdik. Birinchi qavatga tushishimiz bilan ketdi bu yoqqa podvallar.